Dostlar ne deydi bu? Yiymen deydi ki bu. Selamun aleyküm hammaga. Hurmatli Soat Avto kanali obunachilar dostlar. Bir like basamız shunday avtomobil uchun dostlar. Sizlarga navbatdagi reklamamiz Kia K5 bo'ladi. GT Line koreyskiy model dostlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan qora svet kraskalari родной. Durishini qaranglar buni. Panorama lyuk отдельный tema dostlar, qaranglar. GT Line versiyasi. Balonları paket, tayinlovka ruxsatnomasi bor. Ne deydi buni lyuki dostlar? Bu yomon-ku bu. Videoni shoshmasdan ko'ramiz dostlar. Koreyskiy model bo'ladi bu. Ikkilik atmosferniy bo'ladi. Xohlasangiz metan, xohlasangiz propan uстановка qilsangiz ham bo'ladi. Salon holatlari dostlar 10 ballı sistemada 10 bal berisha arziydi dostlar. Kalitlarına qaranglar. Hammaga yangi yilda nasib qilsin shuning kalitlarini olib, mashinalarni minib hayda burish dostlar. Yurgan probegi 47182 km yurgan, holati zo'rindan poliklar tashalgan. Bellarni qaranglar buni. Bari bu kачество dostlar. Zo'r bu avtomobillarda arkalarında zavodskoy perdelari bor. Xohlasangiz perda ildirib qo'yasizlar, xohlasangiz tonirovkada yuraverasizlar. Holati вообще zo'r. Polniy. Arkalarını ham çistin, özünü zakasnoy polikleri taşalgan dostlar. Görürseniz mümkün salon holatları panoramalı. Kıstan ben düşüremiz dostlar çünkü kımmat avtomobil hem yerini görürseniz gerek yine. Salon holatları vapşi zor holatta tuttu. Görürseniz mümkün dostlar, bunu arkasından hem kızıltadon sistemaları var. Arkasından abduf, abagrev sideneleri var dostlar. Eldinden hem var. Yine görürseniz mümkün. Biz ключевой достуp var. Xullas avtohold var. Ruchnoy sidine kızdıradon, soğutadon. Xullas kime ne o gerek bo'lsa hamma funksiyasi bor içinde dostlar. Görürseniz mümkün. Xullas mashinamiz zo'r holatda, kraskalari родной. K5 avtomobili. Kime qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, ekranni pastidan nomer qoldiramam. Bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Ne deydim onlara şu do'stlar, hammaga nasib qilsin yangi yilda tonirovka ruxsatnomalari ham bor. Xullas, like bosamiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar do'stlar. Ekranni pastida egasinin nomeri turadi. Prямо egadan narxini keladigan bo'lsak do'stlar, narxi 298 million so'm narx aytamiz. Bemalol ustida savdolaşıp, gelişip asanızda bo'ladi. Barter variant ham bor. Kime qiziq bo'ladigan bo'lsa, через bank yetib ham berilaveradi. Xullas, qiziqsangiz do'stlar, ekranni pastida turgan nomerlarga telefon qilasizlar. Gaplashib, gelişip olaverasizlar.